Oramizda ishlaydiganlar yoki qo'lida yosh bolasi borlar bormi? Sizga ham tanish holatmi? Bunaqa tansiq taomlarni, pishiriqlarni qilishga qo'lingiz umuman tegmayaptimi? Bor yo'q 2 soat vaqtingizni ajratsangiz, qarabsizki 4 ta shunday tansiq taom. Agar hali ham video ko'rishni davom etayotgan bo'lsangiz, bitta yurakchani bosib qo'ying, ko'rib xursand bo'laman. Margarin bilan unni kroshka qilib olamiz. Smetanaga tuz va soda solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgandan keyin kroshkali massaga solamiz. Ustidan muzdekini tuxum solib, qo'lga yopishmaydigan o'rtacha qattiqlikdagi bo'lgan xamirni qorishni boshlaymiz. Xamir teng 8 ga bo'linadi. Agar tarozingiz bo'lsa, yana ham yaxshi. Tayyor xamir biroz tingunigacha orasiga nachinka tayyorlab olamiz. Men 2 xil nachinka qildim. Mol go'shti qiymasidan va tovuq go'shti qiymasidan. O'zim har doim yaxshi ko'rib iste'mol qiladigan Spice Expert ziravorlardan ham qo'shib oldim. Tabga ko'ra tuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz va to'rga bo'lib olamiz. Men buni muzxonaga qo'yib, muzlatib qo'ymoqchiman. Shu sababli idishdan oson ko'chish uchun tayyor konteyneriga strech qilib qo'ydim. Har bitta zuvalani shu ko'rinishda ochib olamiz. So'ng tayyor bo'lgan nachinkalarni har bir xamirga solib chiqamiz. Tovuqli massani ustidan qirg'ichdan chiqarilgan yaxshi eriydigan sirni sepib oldim. Endi har birini ustini yopib chiqamiz. Etlarni yaxshilab chimchilab, chiroyli qilib, bir dona tuxumni chaqib, yaxshilab aralashtirib, ustiga to'yintirib surib olamiz. Tovuq va go'shtliga aralashib ketmasligi uchun ustiga o'zingizlar belgi qo'yib qo'yinglar. O'zim ajratishim uchun ustiga shunaqa chizib chiqdim. Xuddi shunaqa usulda bitada 4 ta go'shtli pirog qilib qo'ysangiz, vaqtingiz ancha-muncha tejaladi. Ta'miga keladigan bo'lsak, umuman o'zgarmaydi. Ustiga Spice Expert kunjutlardan sepib olamiz. Ustiga kunjut ko'proq sepilsa, ta'mi yana ham zo'r bo'lib chiqadi. Endi xuddi shu holatda muzxonaga qo'yib qotiramiz. Usti tuxumlari qotgandan keyin yaxshilab strechlab qo'yasizlar. Bitta yurakchani bosib qo'yishni unutmadingizmi?